Kobaltimizdan xudo xolasa tuning xizmatlari bitdi. Vallahi e'tiborli bo'lib turasizlar. Bu Midnight MTM toza chiqqan Kobaltimiz bo'ladi. Pisochni stoplarni qo'yib berganmiz. Black qilib berganmiz. Полностью yozuvlari, emblemalari bilan mashinamiz o'shim yonib chiqdi degan bo'ladi. Обязательно Kobaltlarga kerakli podkrenniklarni qo'yib berganmiz. Ko'rdingizmi? Arqa podkrenniklarni qo'ysangiz dash atishlari kamayadi. Ondan balon qo'yib berganmiz. Premier balonlarimiz bo'ladi. Dishlarni e'tibor berasa, o'sha mягкий bombo'jon bo'ladi. Bundan tashqari salonning qismini ichidan e'tibor beramiz. Salon qismida mana bu ikki borni Black Edition variantini ustanobga qilib berganmiz. Monitorlarga e'tibor berasam 12 dyumli hozirgi kunda trend top turgan monitorlardan biri. Обязательно start stoplarni qo'yib berganmiz. Start stoplarimiz 1 yillik garantiyali bo'ladi. Mana blacklarni, stoyki blacklarni qo'yib berganmiz. Set qo'yib berganmiz. Обязательно RS qo'yib berganmiz. Oranjli patvaniklarni qo'yib berganmiz. Ko'rdingizmi? Akkuratni bo'lib turadi. Xullas, kimga shunday tuning xizmatda kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga bog'lan.